To'g'ri transportasi to'xtatib tekshirganda haydovchilik guvohnomasini olmasdan turib harakatlanib transportni boshqaradi. 22 yoshdaman. 22 yoshlar, haydovchilik guvohnomangiz yo'q. Endi olaman aka, mana hujjatlarim bor. Avtomashina kimni? O'zim. O'zida olganmiz. Xulosa qiling. Hozir boshqarmang. Imtihondan o'tib, haydovchilik guvohnomani olgandan keyin marhamat bemalol boshqarasiz. Xavfsiz va sog'lom yurt maxsus profilaktik tadbirlari davom etmoqda. Ayni damda Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari Termiz shahrida va Termiz tumanlarida tunda sodir etilishi mumkin bo'lgan qoidabuzarliklar, huquqbuzarliklarni aniqlash, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan boshqarilgan transport vositalarini aniqlash va qidiruvda bo'lgan shaxslar transport vositalarini aniqlash borasida maxsus reyd tadbirlarini amalga oshirmoqda. Hurmatli harakat ishtirokchilari, yo'llarda qoidalarga qat'iy amal qilib, tegishli hujjatlaringiz o'zingizda, transport vositangizda ekanligini, transport vositangizni texnik soz ekanligiga ishonch hosil qilgandan so'ng harakatlanishingiz mumkin bo'ladi. Sizga nisbatan ma'muriy bo'ynama tuzaman, ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksi 133-moddasiga asosan telefon nomeringiz aka. Avariya o'choqlarida yo'l transport hodisalarini oldini olish uchun maxsus reyd tadbirlari amalga oshirilib borilmoqda.